Padişah şu. Uyg'urlarning yosh podshohi shu milodidan burungi 4-asrda yashagan. Dünya tarixida nihoyatda muhim o'rin tutgan Uyg'ur xalqi ayni zamonda dunyo madaniyatining tarixiy taraqqiyotiga nihoyat zo'r ta'sir ko'rsatgan. Bu davrlarga oid tadqiqotlar va asosliq manba bo'lgan arxeologik tekshirishlar turli yurtlarda bo'libmi Sharq Turkistonda bek oz amalga oshirildi. Onun üstüge qo'lga kelgan materiallar ustida degandek ilmiy tadqiqotlar elib berilmedi. Shuning uchun qadimki tariximiz haqidagi ma'lumotlar ilm sohasida o'ziga yarasha o'ringa erishgani yo'q. Shundoq bo'lsa-mu, Sharq Turkistonning u davriga oid hozir bor materiallardan ilingan ma'lumotlarning qimmati Eronning Pishtadiyan afsonalaridan, Hindistonning Vedalaridan, Xitoyning 5 imperatorlik 3 podshohlik haqida qissa deganda ko'plagan tarixlardan, Rim va Yunon afsonalaridan ko'p ustun turadi. Chunki bu davlatlarning boshlang'ich tarixiy voqealari aqlga uyg'un kelmaydigan xurofot va afsonalar, tabiat qonuniga uyg'un bo'lmagan mubolag'a va xiyoliy tasavvurlar bilan to'lganligini ko'ramiz. Vaholanki Sharq Turkistonning eng qadimki davrlarga oid bo'lgan tarixiy ma'lumotlarda undaq mubolag'a uchirmaydi. Qanchilgan asrlardan buyon har xil ism va nomlar bilan mavjudligini saqlab kelgan ajdodlarimiz bu uzun tarixiy taraqqiyot jarayonida o'zlarining kelgusi avlodlariga ajoyib saltanatlik imperiyalar, davlatlar, o'z davrida bo'lib o'tgan urush va boshqa muhim voqealar xotirlangan, bilgi qolgan mangu toshdek ko'plagan obidalarni miros qoldirish bilan birga yana nurg'unlagan maqol tamsillar, hikoya rivoyatlarni shundoqla turk xalqining jumladan Uyg'ur xalqining qadimki tarixiy va tarixda o'tgan ajoyib saltanatlik Xoqon podshohlari o'zlarining elib borgan dahshatlik urushlari, tangdossiz botirlarning qahramonlik ish izlari bayon qilingan. Yaratilish dastoni, kuch dastoni, Olib Erdo'g'a dastoni, shu dastoni, O'g'iz Xoqon dastoni, Sutuq Bo'raxon dastoni qatorliq ko'plagan dastonlarni miros qoldirgan. Biz Padişah şunun dastanını bilishdan burun tövende miladidan burunqi 4-asrda yaşagan Padişah şu haqida yezilgan şu dastani ustida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Şu dastani Uyg'urlarning eng qadimgi dastonlaridan biri bo'lib, u asosan Mahmud Qashqarining Turk tillar divani nomli asarda xotirlangan. Onundan başqa dаңlıq mücahid Siyas-un və tarixi Muhammed Emin Buğramu Şərq Türkistan tarixi degan kitobda Padişah şu və onun bilan İskəndər Zulqarnayn o'ttirsida bo'lgan urush ustida maxsus to'xtalgan. Padişah şunun ismi Türkçede şu qağan və yosh qağan şu debmo yoziladi. Boshqa turk dastonlariga o'xshash Uyg'ur dastonlarimi ana omil, Ko'knur, Bo'ra va Vatandur. Uyg'ur dastonlarida bir g'ayrish tuproqni emas, bir g'ayrish tuproqning ichidagi eng kichik bir dona tuproq donasidanmi voz kechishning mutlaq mumkin emasligi to'g'risida alohida ogohlantirish beriladi. Mana bu Uyg'ur dastonlarining xususiyati va alohidaligidir. Shu dastonimi ana shundoq vatan va vatanparvarlik ruhi mujassamlangan Uyg'ur xalq dastonlarining birisidir. Şu dastanida milodidan burunqi 327dan 330-yillar bo'lgan voqealar bayon qilingan. Bu tarixda Makedoniyalik İskender, ya'ni İskender Zulqarnayn, Uyg'ur davlatiga, ya'ni hozirgi Sharq Turkistonga hujum qilib kirdi. Bu vaqtda Sak, ya'ni Iskit hukmdori shu edi. Sak yoki Iskit bo'lsa Uyg'urlarning o'zi yoki Uyg'urlarni tashkil qilgan asosli qabilalardan biri edi. Padişah şu vicdanlıq, eğer besiq, tədbirlik və içki hissiyatı bəkmi güçlük padişah idi. O, alayda tallanğan zərbidar qısımlarının yigitlərdən mu bəkərək alayda bir xil ruhqa ega g'ayrur padişahdır. Türkiye tarixçiləri padişah şu beden qurilishi və onundaki ruh alaydıliki cəhətdə Osman İmperiyasının padişahlarından 3. Selimni əsıltıdı deb təsvirləydi. Padişah şunun içki hissiyatı intayin güçlük bulup, oy fikrini hiç kişiye bildirmeydiğen alaylıki egiydi. O yıllarda G'arbdan Makedoniya'dan götürülüp çıkan İskender Zulqarnayn'ın
Qo'shuni nurg'un davlatlarni yalmab yutib, to'sqisiz bir holda ilgirlab, Samarqandni ishg'ol qilib, Udul Sharq Turkiston tarafga yurish qiladi. Bu vaqtda podshoh shuning ordisi Balasag'un shahrida bo'lib, Balasag'un shahrida podshoh shuning intayin kuchli qo'shini bor edi. Balasag'un shahri o'z zamonasida bakmo boy, nihoyatda cho'ng va avod shahar bo'lib, uning ordisining oldidagi ordi qorovullari, vazir vuziralar, sarkarda va amaldorlar uchun bir kun ichida 365 qatim navbat almashtiradigan shaklda o'rinlashtirilgan edi. Bir kuni podshoh shuning ko'zchilari, ya'ni chorlig'uvchilar, xabarchilar podshoh shuning oldiga kirib, kun petishdan yopirilib kelgan Iskandar Zulqarnayn ismli bir podshoh qo'shin tortib bizga yaqinlashib kelmoqda. Qarshi chiqqan har qanday qo'shinlarni mag'lub qilib, ilgirlamoqda. Bizga qanday amr qilasiz? Uning bilan urush qilamdiq, deydi. Bu vaqtda yosh podshoh shu go'yo xabarchilarning ma'lumotini anglamagandek edi. Chunki podshoh shu Iskandar qo'shinining xabarini burunla anglag'achqa alayda qismdagi yigitlardan 40 yigitni tanlab, ularni maxfiy holda Xo'jand daryosining bo'ylarigacha berib charlab, dushman qo'shinining amaliy ahvolini aniq bilib kelishga buyurgan edi. Yigitlar buyruqni topshirib olgandan keyin yarim kechada tuydurmay shahardan otlanib chiqib ketgan bo'lib, ana shu yigitlarning ilib keladigan xabarini kutmoqda edi. Shuning uchun uning ko'ngli xotirjam edi. Xabarchilar podshohi shuning o'zlari ilib kelgan davlatning hayot mamotiga bevosita munosabatlik shuncha muhim xabarni anglab turibmi, hech ish bo'lmagandek xotirjam turishiga qarab hang-tang qilishidi. Podshoh shuning kumushdan yasatgan bir ko'lchiki bor edi. U bu ko'lchakni o'z kasbiga mahir ustalarga buyurtib maxsus yasatgan edi. Bu ko'lchakni xohlagan vaqtda ilib mang'ili bo'ladi. Podshoh shu urushqa otlanib chiqqandimi bu kumush ko'lchakni o'zi bilan birga ilib mang'atdi. Tushkun qilingan yerlarda ko'lchakka suv to'ldirib, suv to'ldirilgan ko'lchakka g'oz o'rdaklarini qo'yib berib, bo'sh vaqtlarda ularning harakatini kuzatdi. G'oz o'rdaklarining kumush ko'lchakdagi suv ichida uzishlari podshoh shuga rahatlik bag'ishlaydi. U aram alg'ash ko'lchakni aylanib, davlatning, xalqning kelgusi taqdiri ustida bosh qotiradi. Safar va urush qilish planlari ustida tafakkur qiladi. Plan tuzaydi va qilmoqchi bo'lgan ishiga qaror beradi. U xabarchilar kelgan vaqtda yana kumush ko'lchak atrofini aylanib, g'oz o'rdaklarining suv uzishlarini ko'rgach, aram ilvatadi. Podshoh shu xabarchilarning: "Bizga qanday amr qilasiz, qog'onim? Iskandar Zulqarnayn bilan urush qilishga atlanamdiq" deb buyruq kutib turganligini ko'rib, ularga ko'lchakdagi suvda uzib yurgan g'oz o'rdaklarini ko'rsatib turib, parvosizlik bilan: "Qaranglar, ko'rdinglarmi, g'ozlar bilan o'rdaklar nima degan chiroyli o'zib o'ynaydi, ha? Ular suvga cho'milib, shung'ib kirib chiqib o'ynashchi texe", deydi. Ular podshohdan bu gapni anglab, bakma xafa bo'lishib ketadi va podshohning teg'i urush qilish yoki chekinish plani yo'qkan degan tonishga keladi. Bu vaqtda Iskandar Zulqarnaynning askarlari Xo'jand daryosidan o'tadi. Vaqt yarim kechaga yaqinlashgan edi. Xo'jand daryosi bo'yiga avatilgan podshoh shuning 40 yigiti otlanib, chaqmoq tezligida qaytib kelib, podshoh shuga Iskandar Zulqarnayn qismlarining Xo'jand daryosidan o'tib, Udul Balasag'un tarafga qarab ketayotganligini xabar qiladi. Bulardan ilgari xabarchilarning so'zini anglaganda qilini tavirtib qo'ymagan podshoh shu 40 yigitning so'zini anglagan hamon darhol kuch dumbog'ini chelishga amr qiladi. Dumbaqning chelinishi bilan podshoh shu sharqqa qarab tezlik bilan otlanadi. Bu ahvol xalqni cho'chitib o'tadi. Kunduzi hozirlik qilib olmay, yarim kechada ko'ch safariga otlanishdan ansiraydi. Shundaq bo'lsa-mu, xalq qo'liga chiqqanini elib, podshohga agishib yo'lga chiqadi. Kun chiqqan vaqtda shaharda hech kim qolmagan bo'lib, shahar o'rnida faqat bir tuzlanlik ko'rinadi. U chaqda bu mamlakat xalqi chidirlarda yashaydi. Balasag'un va Isipchop qatorliq shaharlar texi bino qilinmagan edi. Iskandar Zulqarnayn podshoh shuni qo'rqib qochdi deb bilib, orqadan qo'g'lab shu mang'inicha butun Sharq Turkiston zaminini, hatto Xitoynimi olaman deb xiyol qiladi.
Padişah şu səpirini davamlaştırıp Xitay çigrisiga yaqinlab kelgandan keyin əmdi İskenderning qo'shuni bilan urush qilishga bo'ladi degan qarashga keladi. Chunki bu vaqtda İskender qo'shuni o'zining markazidanmi bak yiroqlab ketgan edi. Padişah şu bolsa, yanıla öz vatanida, öz xalqining orasida bo'lg'achqa, İskender Zulqarnaynning qo'shunidanmi kuchlik bo'lishdak bir vaziyat shakllangan edi. Padişah şu o'zi o'ylagan zamonga yetib kelgandan keyin safarini to'xtatib, butun xalqni muvofiq o'rinlashtirdi. Lashkarlarini ko'zdan kechirib tartibga soladi. Lashkarlari ichidan eng jangovar yoshlardan 4000 yigitni tanlab İskender Zulqarnayn qo'shiniga qarshi Turshavul qism qilib tanlaydi. Bu vaqtda padişah şunun vaziri lashkarlarning hammasining jangovar yoshlardan tarkib topganligini, orasida tajribelik yeshcho'ng biror askarning yo'qligini, bundaq bo'lganda tasodifiy o'ngsizlikqa uchrab qilish ehtimolining borligini aytadi. Padişah şu vazirning so'zini to'g'ri tepib, lashkarlarga bir o'ga, ya'ni tajribelik yaşangan sarkardini bosh qilib, İskender Zulqarnayn qo'shinlarga qarshi avatadi. Bu lashkarlarning beshiga kiygan dubulg'ilarining ikki tarafida lochinning qanotiga o'xshash qanot bor edi. Ular oldiga o'q etib, nishonga qandoq tekkizgan bo'lsa, orqichilabmi otgan o'qlarini dal nishonga tekkizalaydigan ajoyib usta merganlar edi. İskender Zulqarnaynning askarlari Uyg'ur askarlarining o'q etish va urush qilishdagi mahorati va jasoratiga hayron qolgan. Uyg'ur askarlari ma'lum bir kechasi İskender Zulqarnaynning askarlariga ushtumtut hujum qilib va qattiq zarba berib, terperang qilib o'tadi. Bu urushda padişah şunun bir lashkari İskenderning lashkaridan birini qilich bilan chepib, kindikigacha o'ttirdan ikkiga bo'lib o'tgan. Bu askarning belida bir xalta tilla bor ekan. Qilich bu xaltini parchalagan. Qonga bulangan tillalar yerga to'kilib, har tarafga chechilib ketgan. Әтіс әттігенде chiqqan quyosh nuri bu tillalarni parqiratgan. Bu vaqtda Uyg'ur askarlari qonga milinib, parqirab yotgan tillalarni ko'rib, hayronlikda bular nima deb so'rganida askarlardan biri oltin qongu deb javob bergan. Shuning bilan u yerdagi kichik bir tog'ning ismi Oltin qon deb atalgan. Bugunmi Mahmud Qashqarining zamonida Uyg'ur yurtiga yaqin joydagi bir tog' to'pisi Oltin qon deb ataladi. Atrofdagi chorvachilar bu yerga kelib mollarini o'tiltidi. Bu urushda İskender Zulqarnayn yengilib, padişah şu bilan sulh tuzab qaytib ketgan. Padişah şu İskender Zulqarnaynning orqasidan kelib, Balasag'unga yaqin joyda bir shahar bino qilib, bu shaharga Shu deb nom bergan. Shu qadimdagi Chu bo'lsa kerak. Hozir bu shahardan hech asar yo'q. Ammo yaqindagi bir daryo Chu daryosi deb ataladi. Padişah şu Balasag'un shahrini yana avatlashtirib, taraqqiy qildirgan. Yangidan bir qanchilgan shaharlar qurgan. Padişah şu adolatlik hukmron bo'lg'achqa o'z xalqining kuchlik himoyasiga erishgan. Shuning uchun har qanday vaqtdami xalq padişah şuga ishongan va itoat qilgan. Padişah şu boturligi, vatanparvarligi va o'ziga xos bo'lgan ajoyib g'ayriy talantiga tayinib İskender Zulqarnayndek bir jahongirning qo'shinini dastlabki qadamdala mag'lub qilib, uning Sharq Turkiston zaminini besivilishdek xam xiyolini ko'pikka aylantirib o'tgan. İskender Zulqarnayn oxiri sulh tuzab Sharq Turkiston zaminidan chiqib ketishga majbur bo'lgan. Padişah şu xalqini bir dahshatli qirg'inchilikdan, Sharq Turkiston zaminini cho'ng bir istilodan muvaffaqiyatli qo'g'dab qolgan.